Merhamet. Top ovozlari va yig'izari ichida Changchunga kelib, Kanton armiyasi bosh qo'mondonining rejissyorligida Manjuriya davlati deydigan qo'nchoq o'yinini o'ynab chiqdi. Poyi 1932-yili 3-oyning 9-kuni Qo'rchoq Manjuriya davlatining taxtiga o'ltirib, setilish xati Yaponiya Manjuriya kelishimiga imzo qo'ydi.
Qani, qutlug kuni tabriklab, jazo sharobini ko'taringlar. O'ltiringlar. Yana bir necha kundan keyin Manjuriya davlatining podshoyi taxtga o'ltirdi. Baş qo'mondonimiz Lang Yilong bizga bugungi yig'inda mundaq 3 ishni muzokara qilishni buyurdi. Birinchi, podsho oliylariga atab taxtga o'ltirish farmonini yezib chiqish. Ikkinchi, jamiyat tartibini kuchaytirib, Manjuriya va Yaponiyaga qarshi unsurlarni tozalash tadbirini muzokara qilish. Üçüncü, mushu o'ltag'anlar Manjuriya Go'yanning muavin ministrlari. Lekin sizlar chet el maslahatchilari emas, balki igilik huquqni yurgizguchilar. Shunga Manjuriyaning har qanday cho'ng ishi jazman bizning ma'qulligimizdan o'tish kerak. Manjuriyaning podshoyi samoviy podshoga o'xshash muqaddas, daxlsiz emas. Çünkü o ilahning avlodi emas. Lekin biz Yaponiyaliklar Yaponiyaning siyosatini ishga oshirish uchun uningga jazman hurmat qilishimiz lozim. Dikkat! Salam! Bu yak Cin Şaoşi efendi buludu. Yaxşımısınız? Merhamet. Qani, merhamet. Han hocam.
Han hocam. Seher turuş, devlet işlerini qilish, xalqparvar bo'lish, ishini o'z qo'li bilan ishlash, avlodlarni ko'zda tutish, beparvolik qilmaslik. Seher turuş, devlet işlerini qilish, xalqparvar bo'lish, ishini o'z qo'li bilan ishlash, avlodlarni ko'zda tutish, beparvolik qilmaslik. Hey, Xan hocam. Yaponiya kanton armiyasining bosh qo'mondoni Ling Yilong o'zlari bilan ko'rishgan. Nima? Kanton armiyasining bosh qo'mondoni o'rniq keldi. Ha? 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 Chaqan, kiyimimni achchiq. Bulunglar, tez. To'xta. Xanish, men Oyog'imni yengilab qo'y. Chaqan. xo'p. Xo'p, tez bo'linglar. Asta. Padişahımız chiqolmaydigandir. Shu emasmi? Bosh qo'mondan bek saqlab ketdi. Chaqiring. Ma'qul. Bo'ling. Ma'qul. Bosh qo'mondan janoblari. Xanish, men ketay. Nimadan qo'rqsan? Biz birga o'timiz desak, hamisha dakki-dukkidil yuradiganmiz. Shu mumkin bo'ldimi? Biz bu yerdan ketaylik. Ma'qul deslar, birga ketaylik. Xanish oyim, men bilan birga keslar. İşkirgil ketaylik.
İkimizla ketimiz. Mening kuch-quvvatim bor. Har qanday ishni qila olayman. Hech bo'lmasa, tijorat qilsaqmi bo'ladi. Mansla. Men sizni baqa olayman. Xon Xo'jam keldi. 李顺，nima ish bo'lgandi? Boyak Başkomandan Len Yolun canapları. 陛下、陛下はご出世以来の2年間に満州国のオードラクド建設のため極めて大きな貢献をなされました。 Aileleri hakimiyet yürgüzgen 2 yılda adil yol tutup Manchuriyani güllendiriş için zor töhpelerini koştular. そして帰国の満州、蒙古、漢、日本、朝鮮5つの民族の人々に幸福をもたらしました。 Devletlerdeki Manchur, Mongol, Hanzo, Yapon ve Çoşen'den ibaret 5 millet pıralarına gayet zor bəxt ep geldiler. ですから我が国の政府は親善の精神に基づいて陛下を満州帝国の皇帝として承認することになりました。 Şunu hükümetimiz ailelerini Manchuriya devletinin padişahı dep itiraf kılışını karar kıldı. 3月1日に皇帝即位の式典を催すことにします。 Hem de 3. ayının 1. günü tahtga çıkış murasimi ötküzüşünü bekitti. Bu mening yilnamam bo'lsin. Men Kanshi xonning diyonatlik yo'lini tutib, davlatimizni tuzayman. Kangdı. Han alileri danışmen kella. Han alileri danışmen kella. Dedachin, Xo'sh, shahidonni tepib chiq. shaytonni? Men taxtimga shaytonni kiyib chiqaman. Xo'p. Bana inanla bana şapanlı veriyordu be, ezen veriyordu be. İnanla, ezen. Bana inanla.
Mana bir 2 kilo. Mana azam. Atret berip bakaylı. Azam mal kilolik azam. Azam beryapti. Kınağa. Mana. Mana şu sana aç bu. Hop. Jere, ayağı berip bakaylı. Mehmanxana to'shib ketibdi. Maqtullar. Xo'jayin, men Beyjingdan xon oliylarini ziyorat qilib kelib edim. Birer eg'iz uy bo'shatib beralimi? Kechiring, mehmonxonamiz xonni ziyorat qilib kelgan Bayxo'jamlar bilan to'shib ketdi. Av do'qmishqa berib baqslar. Shu yerda Shimlung deydigan bir mehmonxona bor. Berib baqamamiz. Jo'ringlar berib bakaylı. Baqamamiz. Baş. Uşoqlar mehmonxonamizga tushmoqchimi? Shunda. O'zlaring nereden keldilar? Beyjingdan. Gaplarini anglab, men bu bejinglikmikin degan. Nima deb keldilar? Xon oliylarining taxt chiqishini qutlab kelib edim. Ishkir kirsizlar. 6 barmak 8 ar. Qani, rahmat. Ishkir kirsizlar. Saftadan. Qani. 5 parmak 6 ar. 7 parmak 8 ar. 5 parmak 6 ar. 6 parmak 7 ar. Ondan saftadan. Nima bu? Kechirsizlar. O odammi qutuqliq kelganmidi? Uqmadim. Uchilari mushadi tsila. 只好不仗穿街头，木偶有嘴他不能歌唱，艺人能替他唱出口。台上木偶是满场飞，幕后牵线的忙不休，朝朝暮暮朝夕弄，不知劳累不知愁啊！哎呀！ Er sahadaki erbapla dikkat. Er sahadaki erbapla dikkat. Manjuriya devletinin padişah alileri 3. ayının 1. günü resmi taxtga o'ltirish murosimi o'tkazdi. Astrak. Avaylaga. Astrak. Machatni ko'tar. Igna ko'tar. Astrak. Bu yoqqa. Qo'y. Şey. Mana sandık geldi. Sandıklar açık tamam mı? Mana. Tez bulunlar tez. Mana. Qo'y. Elik sandıklarını izlep yapınlar. Maqul. Bo'lamdi. Nim bo'lding? Men ata xon oliylarga aytay. Seni navkar besh qilib tayinlasin.
Nim boldy? Rayın yo'qmi? Mening amaldara bo'g'im yo'q. O'zlarini xanish bo'lmaskan deyman. Yana ahmoqani gap qildirding. Meningcha bo'lsa, bir tog'liq yezig verib, puxra olib yashsak yaxshi bo'ladi. Hey, sen çık tura bak. Hey, sen. Sen bir yerine mi çıkvatsan? Ha, onu men chaqirtgan. Qo'llari anchkin so'rab qo'ydim. Li Shun, Xo'sh, ishing tugadi. Chiqib ket. xo'p. Ish bormidi? Xan hocam Şahiton xonishni qishlimikin so'rab baq devdi. Murosimni kiymoqchikan. Shahitun. Bu yerda xonning kiyimlari yo'q. Aras, sen Beijingga berib baq. O kiyim Ronxi xonishning qishidimikin? Endi esim keldi. Beijingdagi chaqda cho'ng xonish menda bir Şahiton bor davatgan. To'g'ri, xonish ayim. Maslahatlar tog' joyida bo'ldi. Hozir chiqib, xon oliylarga ma'lum qilay. Tapa aldinglarmi? Topolmadik. Xon aliylarga ma'lum bo'lg'ay, bu yerdagi sandiqlar qaradik, Şahiton yo'q ekan. Nima? Yo'q ekan? Men murosimga nima kiyman? Ata Beijingdan urug' tuqqanlarimiz murosimga kelsa, men mush kiyimni kiyib chiqamdim. Sen bizning xon jamiyatining yuzini to'kmoqchi. Xan hocam, o'rdadagi chig'imizda xonish Ronxi qullarga xon atimiz Guangshu kelgan bir Şahitonni ko'rsatdi. Ha? Bo'lmasa qullari berib kelsinmi ya? Bo'ladi. Tez berib, tez kel. Murosimdan burun kelmasang, kallangni olaman. Mo'shi. Puyining taxtga o'ltirish farmonini o'zlarining deganlari bo'yicha tuzib chiqdik. Sizningcha Tutgan bo'lsa, jigang beringlar, Puyiga opirib bersin. Vaqt kelganda Puyi uni o'qib bersa bo'ladi. Aras, jamiyat amolligi qandaqaroq? Bugun kashdan boshlab jiddiy harakatlaninglar. Manjuriya va Yaponiyaga qarshi unsurlarning ming xato o'ltirilsa mayliki, birasi to'rdan chiqib qolmasin. men ajdodimizning buyuk ishini qayta tiklash uchun umr bo'yi kurash qilaman. Lashkar tortib berib, Beijingni jazman qaytarib olaman. Maqsadimga yetmaguncha hargiz to'xtamayman. Yukun. Tangrim. Buyuk xonadonligimizning ishlarining uzilib qolmasligi uchun menga bir farzand ato qilgaysan.
Dıçın. Dıçın. İmik ana. Nima degan avvatchilik bu? Shodlik kunlari degan mushundaq bo'lsa, qaramam sen. Qara. Bundaq bo'lmag'ili xeyli yillar bo'lgan. Shu emasmi? Asrahmansizlar. Xon hocam. Shayton. Shayton. Keldingmi? Xon aylari ko'rib boqaylar. Belli. Acab obdan bo'ldi. Ulug' ajdodlarimiz turibdi. Men taxtga chiqqandan keyin ilgirgi yomon odatlarimni jazman tashlayman. Chan ustoz, 10 yil ilgari meni O'rin, tentak degan edi. Qasam ichimanki, men endi menga unda qilmayman. Yaraysan Jumo. Baqqan tushliq ish qilding. Chedira qaytganda tegishlik inamini ilib ol. Xon hocam, aldırmısla. Bu ishga bir kishi ko'pdan ko'p yordam qildi. Kim? Voy, imik anamkan-ku. Xon oliylari tekshirib. Qachon keldi? Bayroqda keldim. Qutlug' kunlarga ulgurib, sizlarning kelganlari bak obdan bo'ldi. Do'stlar chiqib, Beyjingning ahvolini paran qilib paslar. Obdan. Hey, sen nimadın? Ha? Ben Buxra. Etme ulan! Cancım taş. Pire orada. Pire. Pire değme. Kopa. Bu ne? Aktır ulan! Olta. Sen dur. Pire. Olta. Hay! Bu ne yapma? Ben okugucu. Ma. Sen! Nimi kılıdı kadın? Ha? Men xon oliylarining taxtga chiqish murosimiga qatnashg'ili kelgan. Yoş. Hay! Sen nimi kılıdı kadın? Ha? Men o'qituvchi. O'qituvchi? Neri tura? Bu nima? Ha? Varaqma? Yo'q, bu darslik material, darslik. Ablah! Abdullah! Hop! Hey! Sencu! Sen nimi kıldın kadın? Ben Yoş. Hey! Bir iki! Hey! Bu ne? Meşahedle aktor! Hey! Şol ketdi. Hizmetli onu ötüp qamadı. Her sahadaki erbapla dikkat! Her sahadaki erbapla dikkat! Mancuriye devletinin padişahı 3. ayının 1. günü resmi taxtga chiqish murosimi o'tkazdi. Her sahadaki erbapla dikkat! Her sahadaki erbapla dikkat! Mancuriye devletinin padişahı
3 ayning 1 kuni rasmiy taxtga chiqish murosimi o'tkazildi. Mana. İmik ana, ben ayak verip gele ya. He. Mana. Xan alileri esen boğayla. Xan alileri. Xızalını vasla. Vaqt to'shib qoldi. Bo'ldi yemay. Xan hocam. Taxtga chiqish farmonini osh qo'saq o'qisla qandaq bo'ladi? Ha? Men tush ko'rayotmaydigandiman. Xan alileri. Xan alileri bugün nim boldu sizlarga? Ben Ron. Men seni kunning ordusida tunji ko'rgandek bo'layapman. Şansay çaqan kelgan. Qarang, nimdiga yarashqan. Şundaq. Xan hocam, qurbonlik murosimiga boradigan hurmat qarovuli sizni bek saqlab ketdi. Uqdim. Xan hocam, Jin Shaoxi o'zlarini tezroq kiyim almashtirsin deydi. Kiyim almashtirsin? Almashtirib bo'ldim-ku mana. Qarasini xo'shliqda elishib qapsammi nima? Xan hocam, Jin Shaoxi sizni avi yangidan tikilganini kaysin deydi. Yangidan tikilganini? Acha, ko'rib boqay. Xo'p. Qandaq g'alati bir nima u? Jin Shaoxi buni dengiz quruqliq havo armiyasi Yuanshayning formasi deydi. Ling Yilong avatibdi. Ha? Ling Yilong? Jin Shaoxining kallasi ilishib qolgan o'xshaydi. Bu beshemlik, butunlay beshemlik. Bu men degan gap emas. Bosh qo'mondan Ling Yilongning degan gapi. Bosh qo'mondanning gapini anglamsan yoki mening gapimni anglamsan? Men Büyük Çin xandalligining qaysi bir podshoyi ashundaq kiyim bilan taxtga chiqib ketgan. Bu odamning kulgisini keltirmamdi. Xan aliylari. Xan aliylari. Xan aliylari. Xan aliylari. Ochiqlar g'aybasizlar. Men bosh qo'mondan Ling Yilongga shuncha jiqkab qildim. Lekin U'ni deysan-ku. Bugün taxtga u chiqamdi yoki men chiqamdiman? Sen ordining peshqadam vazir turib, qoida tuzumni unutib qoldingmi? Xan aliylari. Aliylari. Vaqt to'shdi. Ordidan chiqayla. Jigan. Toza vaqtida keldingiz. Siz Ling Yilongga aytib qo'ying. Men ota-bobolarimizning qoida yosoni bo'yicha taxtga shayton kiyib chiqmoqchi. Aliylari.
Men gapni ochiq deyaveray. Bizning Yaponiya hukumatı alilerini büyük Çin xandalıqının xaqan emas. Belki Manjuriya dövletining padişahı deb tonuydu. Manjuriya imperiyasi Çin xandalığının qaytib güllanganligi emas. Belki biz Yaponiyaliklarning issiq qinimiz badili kelgan bir yangi davlat. Alilerning samiksab qo'yay. Alileri bu nuqtaga diqqat qilsizlar. Bu nima deganingiz? Men alilerga ko'p qitim aytgan. Kanton armiyasining qo'mondoni Yaponiya podshoh alilarining Manjuriyadagi vakili. Shunga uning qarori bekitilgan fanjin. Uni o'zgartirishga mutlaq mumkin emas. Xan alileri, menimcha bo'lganda, mushundaq shodlik kunlarida eng yaxshisi unchilik ishlarni deb birak ko'ngilsizlikdan chiqib qolmagani tuzuk. Xan alileri o'yinib boqqaylar. Taxtga chiqishdan ilgari men tavob qilsam bo'lmaydi. Ashu harbiy formani kiyib ota bo'g'inlarimga bosh ursam qanday bo'ladi? Bu Jigan efendim. Sizlarcha undaq qilsak bo'ladimi? Xon oliylari tavobqa shahidonni kiyib chiqsa, ondan kiyim yangilab murosimga qatnashsa bo'ladimi? Bo'ladi. Men buni kanton armiyasining bosh qo'mondoni deb baqay. Alileri. Bu bosh qo'mondon Ling Yilong sizlarga atab tuzgan taxtga chiqish farmoni. Mavo vazifaga qo'shyarligi. Jing Shaoxu efendi Manjuriya imperiyasining zo'nglayligini davomli o'taverdi. Bo'ladi. Men alilerga ordu maslahatchisi bo'lib beraman. Xon alileri, qani, birinde paxsla. Siz kimga vakillik qilsiz? Men hozir Yaponiyaning Manjuriyada turishliq bosh elchisi bo'lib sifatim bilan alilerga Yaponiya hukumatining fikrini yetkazyapman. Xon hocam sizlarni ta hozirgacha pat-pat eslab turdi.
Hech qisi yo'q. Qani, jusla. Inigana, mishada. Leşin, Inigana. Xanish, esen turupla. eniganı keptikende. İki gündün beri köp çapat attılar. Qani oltasla? Xanish ayım. Bugün qavatli chiroyli bo'p ketibla. Şolsi, çay yapacak. Xo'p. Qani choy sizlar. Bugün hava bek soğuk. Xan aliler sırtda to'nglab qolmag'iydi. Shu emasmi? Xan alileri, pekirleri bugünkü günge uzundan teşna olup kelgen. Bugün özleri büyük halkımızın şahit onunu yeni keydiler. Xan aliler tavaptan qaytib geldi. Bu yoq Yaponiya Manjuriya do'stligining namunasi. Kengash mahkamasining boshlig'i
Canıcın huy boladı. Han alileri aman boğayla. Xanışayım. Xanışayım. Men boldular. Sileman qaraysizlar-ku. Men bo'lmoqchi edi. Berib qarab boqmamsizlar. Qarab beqinlarchi. Oyak, Manjuriya Temir Yo'l Mahkemesining boshlig'i Songan Yushi bo'ladi. Oyak Davlat ishlari mahkamasining muavin boshlig'i Ju Jindisa. Marhamat. Padişah bo'lgan odam ashundaq kiyimni kiyib yursa, buningga nima degilik? Taxtga chiqishda qandoq kiyinishni yapiliqdan so'rasa, uni qandoqmi padişah degili bo'ladi? U ashundaq kiyinsa, men nima kiyman? Xanishayim, bu nim qilganlari? Xanışayım. Odamgacha murosimiga chiqadigan turistlar. Xanishayim. 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 Ko'zimni yo'qlash. Hozirli yo'qlash. Yo'qlash. Sizlar. Taxtga chiqish farmoni. Tangrining irodasi bilan podshoh shuni farmon qildi-ki, bizning Manjuriya davlatimizning qurilganligiga 2 yil bo'ldi. Asli puhralarni qo'g'dab ittifoqdoshlarimizga tayinish mening eng chong orzuyim edi. Lekin o'qituvchilar haddidan bak ishib ketdi. Men ularni to'samadim. Yaponiya imperiyasi bir qism kishilarning gumoni qarashlari va so'z-so'zcha qilishiga qaramay, meni bu qiyin ahvoldan qutqizib, puhralarimni g'amdan xalos qilib, zo'r olqishga sazovor bo'ldi. Urush kayfiyatini to'vallatdi. Mening hozirgi birdan-bir orzuyim adil hokimiyat yurgizish. Puhralarimni mening o'zlarini og'ir azobdan qutqizish mas'uliyatimni ustimga olishimni umid qilmoqda. Şoňa men Tangrining irodasidan hergiz bosh tortamayman. Datongning 3-yili 3-oyning 1-kuni men podshoh bo'lish suhbatim bilan yil nomini Kando deb, davlat nomini Manjuriya deb atashni qaror qildim. Hozir puhralarning qiyinchiligi tegal bo'lmadi. Men bu ishlarni hal qilmay qarab turolmayman. Davlatimizning hozirgi siyosati, yanila Yaponiya imperiyasi bilan bir niyat, bir maqsadda hamkorlashib, davlatda tinch ittifoq vaziyatini shakllantirish. Davlatimizning siyosat va amr farmonlari ilgirgiga o'xshash bo'ladi. Puhralar o'zaro barobar muomalada bo'lib,